To'xtang, siz shu videoga like bosing. Hey Alex, men yasagan qumqasiga qara. Uning hatto kichik ko'prigi ham bor. Menimcha menga moy kerak. Hey, menimcha meni chaqmoq toshim senda. Ha, mana ushla. Yo'q, nima deding? Nima qilding? Sen buni jiddiy qildingmi? Alex, tinchlan. Hop, men sening qimmatbaho chaqmoq toshingni hozir olaman. Boshimni suvga solib qayga tushganini ko'raman. Hopmi? Hop. Ko'ryapsizmi? Bu yerni hatto Nemo ham ko'rishga kelibdi. Shoshmang, u qayerga? Hop. Sen nima ko'rding? Bilasizmi? Faqat bir nechta baliqlar, sening chaqmoq toshing va bir necha zombi. Nima? Zombi! Ular suvni tark etishda jarohatlanishadi. Ha, ular suv zombilari. Suvni ular tark etisha olmaydi. Demak, biz yerda bo'lsak, xavfsizmiz. Ha, tekkiz olmadi. Bitta juda ko'p tosh bor, lekin men tortdan yeyishim uchun katta kulgili vilka kerak. Xohlagan ro'yobga chiqdi. Anov nima? Ular axolotlar. Bizga yordamga kelishdi. Ha, bu oson. Rahmat sizga kichkintoylar. Siz juda momiqsiz. Bular meni juda och qoldirishdi. O'g'limni kimdir ko'rdimi? Uning ismi Nemo. Steve, hozir nima yeding? Steve, mening ko'zim 20 daqiqa oldin yumilgan. Ha, mayli och. Va qara, men senga qum qasrini taqdim etaman. Bu axir piramida-ku. Buning ichida yashin sandiq bor. Ha, hech qanaqa sandiq yo'q. U yerda axir yashin sandiq bor-ku. Men har bir santimetr tekshirganman, hech qanaqa sandiq yo'q. Boshdan oxirigacha tekshirganman. Bo'ldi, bu yerda hech qanday sandiq yo'q. O'zim tekshirganman. Ha. Alex, bu nima? Bu yashin xona shekilli. Qara, unda Steve ketdik. Steve, o'rtadagi knopkani hech qachon bosma. U zararli bo'lishi mumkin. Ha. Hop, Steve, sandiqdan qarab chiqamiz. Ichidan nima bor ekan? Qani, man betini, san etini. Hop, Alex. Bu yerda oddiy suyaklar. Steve, sendachi? Menda iplar. Hop, bu tomonni qaraymiz. Bu yerda ham shu narsalar. Steve tomonni qara. Wow! Steve, nima topding? Yo'q, hech narsa. Buning ichida oddiy suyak va iplar bor ekan. Qanunda biz ketdik, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Ha, mayli, ketdik. Keyin safar ushlab qolar biror narsa. Chiq tepaga, Steve. Ha, men endi boyman. Ha. Alex ahmoq ekan. Endi menda ko'p pul bor. Endi men bunga xohlagan narsamni olaman. Nima bo'ldi? Steve, nima qilding? Nima bu? Alex, bu qanaqa joy? Bosing. Hop, Steve, Alex. Kimni shuni o'zingiz hal qila olasizmi? Sizlar rosa tirishqoq ekansizlar. Agar siz Alexni orqasiga tepish desangiz, unda ha deyishim mumkin. Kechirasiz, bugun ertalab boshingizni urib oldingizmi? Biz ikkalamiz haqqoniy bellashmoqchimiz. Va men uni yutmoqchiman. Buni sinashimiz kerak. Qanaqa sinov? Men nazariyatda bir necha narsalarni kashf qildim. Ularni biz sinashimiz kerak. Ha, nazorat. Men bu yerni xavfsizligini tekshirib chiqishim kerak. Hayır. Yo'q. Kechirasiz, yo'q. Rahmat. Yo'q. Hayır. Men u yerga bormayman. Steve u yerdan qo'rqar ekan-da. Yo'q, men u yerni shunchaki xavfli deyapman. Ha, u yerga hattoki tovuq ham bora oladi. Faqat sen bora olmaysan. U kirib ketdimi? Unda men ham kira olaman. U yerga sen ham kirasanmi? Nima? U yerga tovuq ham kirmoqchimi?
Bunda men ham ostagina kirib ketaveraman. Hayır, shu yerda turibsiz. Men keldim. O'yinga ham qo'shildim. Wow! Bu yer qayt. Mezarlik dunyosiga xush kelibsiz. Bu juda chiroyli. Bu yerda arvohlar yo'qmi? Shunchaki sevyapman. Xavfsizlik uchun. Bu yerda arvohlar yo'q. Ammo qo'yilsa juda mos joy. Bu yerga qarang. Ular olov va lavaga chiqadi va lavani suv yurishga qodirlar. Wow! Keling shu hayvonlarni sinaylik. Yo'q, bu Alexning pritsiyonida hozir bu eng yomon narsa. Wow, minchazor. Bu eng yaxshi va qiziqarli narsa-ku. Wow! Bu qarmoq. Ha, wow! Bu bilan siz hayvonlarni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ha, menga bering. Yaxshi tezroq boshlaylik. 1 2 3. Ha, aytgancha. Hech qachon boshqa hayvonlarga tegmang. Ular sizni o'ldirishadi. Alex, baribir ham men yutaman. Steve, men sendan birinchi ketyapman-ku. Sen meni finishda ko'rasan hali. Nega sen mendan tezroqsan? Chunki men sendan yaxshiroqman. Finishda ko'rishamiz. Nima yo'q, men bu o'yinda yutishim kerak. U yutmaslik kerak. To'xta, Alex. Steve, nima qilding? Kechasi bexosdan qilib qo'ydim. Hayır, finishda ko'rishamiz. Steve, to'xta. Alex, gapingni eshitmayapman. Finishga borganingda meni ko'rasan. Hayır. Alex, men keldim. Mana senga. Rahmat. Toshbaqalar 2 ta bo'ldimi? Baribir ham men yutaman. Bu nima bu? Kim? Yo'q. Ozgina qoldi finishga. Biz yetdik. Endi men shu yerning qirolichasiman. Steve, sen nima devding? Baribir men yutdim. Ha. Sening omading keldi xolos. Steve, o'zing boshladingmi? Men qildim xolos. Besh tashla. Nima qildim? Hey Alex. Hey Alex. Hey Alex. Hey Alex. Hey. Hey. Hey Alex. Hey Alex. Alex. Hey. Alex, men senga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Ishga chiq. Ko'rasan. Tezroq bo'l, ishga chiq. Hop, Steve. Hey Alex. Steve, hop, chiqaman, kut. Tezroq bo'l. Chiqaman dedim-ku. Nima bo'ldi hozir? Men bu yerdaman. Steve, nima? Bu men topgan narsa. Men senga Ender Pearl'ni taqdim etaman. Unda men har joyga teleport bo'lishim mumkin. Ha, shunday. Wow! Buni sen ko'rasan, u har doimgidek mustahkamdir. Wow, buni berchi. Yo'q, bermayman. U menga kerak bo'ladi. Au. Yo'q. Steve, nima bo'ldi? Yo'q, shu narsa bo'lgan. Oddiy narsa, mana ko'rishing mumkin. Hop, yana telefon qo'llayveraman bunda. Mana. Nega kulyapsan? Nega kulyapsan man? Mana, yana. Yo'q, men shunday. Yo'q. Ustimdan kulaverma dedim. Ustimdan kulma. Sen shundaysanki har doim g'alatisan. Boshing past, oyog'ing tepada, qo'llaring g'alati. Qo'lning o'rnida bosh shunaqa, oyog'ning o'rnida u turibdi,
qara, o'zingga kulma. Bu albatta yo'q. Hey, yo'q. Steve, nima qilyapsan? Ha, Alex. Bu yangi kashfiyot, to'g'ri ishlaydi. Buni qara, mana. Nima u, Steve? U hammaga katta qilib kattalashib demaydigan moslamadi. Qarab, qanday ishlaydi? Ha, qara mana. O'xshadi. O'xshadi. Ha. Katta bo'laman. Ha, men endi katta bo'ldim. Bu nima? Buni portlatish kerak. Yo'q, unday qilma. Sen uyga bor. Sen tez uyga bor. Ha, yo'qolinglar. Yo'q. Alex, to'xtat, mana men uni bosib qolgan, qayta olmayman. Hozir Steve, to'xta. Men hech qanday qilishim kerak. Ha, redstone. Ha. Nima bo'lyapti? Hello. Qaranglar. Steve kattalashib ketibdi. Uni portlatish kerak. Nima? U yerda maxluq ko'rdim, juda katta. Qanaqa maxluq u? Mana o'sha maxluq.